kelajak to'pi bilan Ronaldoni oldiga ikkinchi kunni ham boshlab oldim do'stlar. Men Toshkentdaman hozir. Do'stlar, ko'pchilik yana piyoda boring deyapti. Bunaqa men piyoda yura olmayman boshqa do'stlar. Sizlar qo'llab tursalaring agar velosipedda Jizzax, Navoiy, Buxoro, Xorazm yurib, velosipedda yurib, Xorazmdan Hindistonga uchaman. Hindistonda eng mashhur insonni metka qilsalaring ko'rishga harakat qilaman va mendaqa usul qiladigan odamni topib Hindistondan men bilan sherik qilaman yoki to'pni almashib yana davom etamiz do'stlar. Ronaldoni oldiga ikkinchi kun kuzatib turinglar. Men Toshkentdaman mana. Shu mashhur to'pni yo'lda shu qotirib sizlarga qiziqarli qilib ketaman. Keyin do'stlar mana yana har kuni 50 ta odamga obuna bo'lib ketaveraman. Bosinglar, men sirazi qaytaraman. Do'stlar, bu qizg'onish kerak yo'q. Sizlar bossalaring obunachilaring ko'payadi. Ko'pchilik obuna ko'paytirib bering deyapti. Mana kecha bitta akkaunt ochgandim, qaranglar, 25 mingta bo'lib ketdi bir kunda do'stlar.